Assalomu alaykum. K5 avtomobilimiz 1.6 motor turbo Nobilis pozitsiyasi. 2021-yil 83 ming kilometr yurgan yoqilg'i benzin. Mashina bosh ideal holatda. Mo'yka qilinmaganligi uchun jinday xunuk ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Mashinamiz yangi kirib kelgan. Narxi 20 million won. Dollarga 13.800 dollar bo'ladi. 20 million. Parada qog'ozlari turishida. Ideal holatdagi K5 avtomobilimiz. Salonlarni ko'ramiz akalar. Balon holatlari ham normal holatda ekan. Salonlari dot to'liq holatda. Ideal holatdagi salon. Eshik beskiruvchi dastur bor. Elektronli sidina. Mashinamiz deyapti. Yog'och. Tabidalari ham yog'och. Palasalar shu edi. Sportiniy rul sportiniy. Skors richakli skors 360 kamera, avtohold, avtoparkinglari, signal sovutadi, stadi. USB auxlar hammasini o'qiydi, monitor. Blackbox, IPS hamma narsasi joyida. Kattagina panorama tom. Qoralik uchun jabrilmaydigan narsa. Ideal holatdagi avtomobil. Kimga kerak bo'lsa aloqa ko'rasizlar. Rullari deyapti. Kurs kontrol hamma narsasi joyida. Mashina ideal holatda. K5 so'ragan akalarimizga video tashlab qo'yamiz.